Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Biz bu proyektni boshlaganimizda mana 15 kundan oshibdi. 15 kundan oshgan bo'lsa, mana hozir men shajarani, ya'ni matritsani tuzdim va sizlarga qo'shimcha ma'lumot bermoqchiman. Qarang, bu proyekt yaqinda keldi, O'zbekistonda qonuniy bo'lib keldi. 28-yanvarda O'zbekistonda koinlar bilan ishlash va Binance'dan pul chiqarib olish qonuniy bo'lib kirdi. Qonuniy bo'lib kirgandan keyin bu loyiha O'zbekistonga kirib kelgandan keyin birinchilardan bo'lib bizlar shu loyihada avval o'rgandik. Avval yaxshilab o'rgandik, sistemasini o'rgandik. Qanday qilsak osonroq